Yuragingizga mexanik protez klapan qo'yilgan va butun umr varfarin degan dorini ichishingiz kerak. Agar noto'g'ri ichiladigan bo'lsa, insultga yoki nogironlikka olib kelishi mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovичman. Ko'pchilik bemorlar varfarinni to'g'ri qabul qilyapman deb o'ylaydi. Aslida o'z hayotini xavf ostiga qo'yadi. Insoniyat yaralganda qon aylanish tizimining ichida, yurak klapanlarining ustida tromblar hosil bo'lmasligi uchun yupqa parda bilan qoplangan va u unga qarshilik ko'rsatadi. Ana endi hozirgi kunda kimgadir muhtojlik bo'lib, klapanlarni temir mexanik protezlarga almashtiriladigan bo'lsa, uning usti yaltiroq va polirovka qilinishiga, karbon bilan qoplanishiga qaramasdan ustiga tromb o'tirib qolib, klapanda ochilib yopilishiga qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Yoki-da u ochilib yopilayotgan protezni orasidan uzilib ketib, miyaga, pochkaga va boshqa a'zolarga borib qilib qoladi va u a'zolarning qon aylанishini buzib, masalan, insult yoki yuraklarning faoliyati to'xtab qolishi va oyoqlardagi tomirlarning yopilishining hisobidan oyoq qorayib qolishi mumkin bo'ladi. Varfarin bu qon suyultiradigan dori bo'lib, sun'iy klapan ustida tromb hosil bo'lmasligini oldini oluvchi dori vosita hisoblanadi. Bu dori jigarda qonni yutadigan, ya'ni qonni quyultiradigan moddalarning miqdorini kamaytirib, ichishni qabul qilishni boshlagandan keyin 2-3 kundan keyin ta'sir qila boshlaydi. Bu dorini kimlar qabul qilish kerak? Butun dunyo olimlari shunday tavsiya beradiki, mitral, aortal va trikustal klapanni protezlash, ya'ni mexanik klapan bilan protezlashdan keyingi bemorlar umrbod ichishga majbur hisoblanadi. Yoki-da biologik klapan bilan mitral klapanni protezlangandan keyin aritmiya bilan hamohang bo'ladigan bo'lsa, masalan, miotsatimniy aritmiya deyiladi, ya'ni bo'lmachilar fibrillatsiyasi bo'lgan bemorlar qo'shimcha yana varfarinni doimiy ichishlari kerak bo'ladi. Eng muhimi, bu dorini to'g'ri qabul qilish kerak bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarga yarim tabletka ham ko'plik qilishi mumkin, ba'zi bemorlarga 3 ta tabletka ham yetarli emas. Mana masalan, aortal klapanni temir klapan bilan almashtirilganda mono analizimiz 2 dan 3 gacha bo'lishi kerak. Mitral klapan mexanik protezlashda esa 2,5 dan 3,5 gacha bo'lishi kerak bo'ladi. Mono analizini har kim ertalab och qoringa topshirish kerak bo'ladi. Analiz natijalariga ko'ra oxirgi 3 kunda ichayotgan tabletkaning dozasiga qarab turib 0,25 ta ko'paytiriladi yoki yarim ta ko'paytiriladi va kamaytirilishga erishilishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, varfarin bu xavfli dori emas, agarda uni to'g'ri va shifokor nazoratida qabul qilinadigan bo'lsa. Agarda palapartish varfarinni qabul qiladigan bo'lsangiz, u sizni nogironlikka, insult bo'lishga yoki hayotdan olib ketishga ham olib borishi mumkin bo'ladi. Bundan da qiziqroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifalarimga obuna bo'ling va kuzatib boring.